Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana nihoyat yana bitta obyektimizni bitirib oldik. Xudo xohlasa sizlar bilan kotelimizni qisqacha obzorini aytib beraman. Bu yerga kondensatsioniy Federico Bugatti'ga uстановка qildik. Bu boiler o'qiydigan bir kontrolli kotel. Kosvinniy boiler 80 litrlik 2 kilovatli. Xullas kalon kotelimiz nihoyat effekti zo'r. Kondensatsioniy kotel belgi qo'yayotgan ishlarimizda 30% 40% gacha gazimizni ekonom qilib beryapti. Kondensatsioniy kotelimizni bitta moniqi kondensat oqadi. Kondensatini ham mana kanalizatsiyalarga tushirib, olib kelib boilerimizni ham zbrasnikini olib kelib mana kanalizatsiyalarga tushirib, cho'tki qilib qo'yganmiz. Gazni ko'rsanglar mana gaz kran, filtr, reduktor. Cho'tki bu ham mana bunaqada ham obrotkasida ham filtrlarimiz bor. Mana endi boilerga qaraydigan bo'lsak, boilerimiz o'zini obratniy klapini olib tashlab, o'zimiz qo'ydik. O'ziniki ham yaxshi ishlamaydi. Obratniy klapini qo'ydik, o'zini klapini qo'ydik, 6 barli. Xullas kalom kosvinniy boilerimiz mana shu. Endi gidrokollektorimiz keladigan bo'lsak, gidrokollektorimiz 3 markali nержавейкаdan yasalgan gidrokollektor. Bitta binomimizga ikkita kontur bo'ldi. Bitta konturimiz radiator rejimiga, ikkinchi konturimiz tufli pol rejimiga. Xullas ko'rinish mana shu. Tufli pol rejimida mana bunaqa servo privitni qo'ydik. Servo privitimizni mana bunaqa kontrollerga ulab qo'ydik. Mana yaqinlashtirib ko'rsang, kontrollerimiz masofadan telefonni ulab bemalol yer xohlagan joydan nazorat qilsa bo'ladi. Elektrik ishlarimizga bitta e'tibor bersanglar, mana markirovkalar yozib, akkuratniy qilib ishni, elektrik ishlarini ham fonniy o'zimiz jamoamiz bilan qildik. Bittagi ishni odamlar so'raydiki, o'zingiz qilasizmi, bir o'zingiz ishlaysizmi deydi. Yo'q, albatta bir o'zim ishlayman. G'iyos degan sherigimiz bor, Inom degan sherigimiz bor. Inom degan sherigimiz mana shu elektrik ishlarini qilib beradi. G'iyos degan sherigimiz mana shu kotelli ishlarni, именно mana shu kotelli ishlari G'iyos yerda 5 kunda yaqin bo'ldi. Ishiga bitta baho berib, fikr bildirib ketsalar, qani ketdik endi nargulari bir tomosha qilamiz. Mana ke sanuzimizga to'ldik. Sanuzimizda bitta dush, to'g'rat, rakvina. Fiksionniy radiatordan ustunoq qildik. Hozir buni olib qo'yamiz. Kafildan keyin boshqatdan taqiladi. To'g'ratga mana chuqur qilib, чтобы suv chachramay to'g'rat qilganda bittagi tufli polimizni araligi masofasi 10-15 santimetrdan tashiladi. Mana defini lentalarni qo'yib, cho'tki qilib tufli pol qo'ydik. Xudo xohlasa keyingi xonamiz spaniya ham 20 araligi tufli pol qilindi. Bitta mana radiator ustiga qo'yganmiz. 50 ga 120 lik panelli radiator. Avvalgi podachilari ruchevой razvodkada bo'lgan. Xullas kalom bitta mana bitta dush suv sovuq montajlarni qilib ketdik. Shtrabalarimizga e'tibor bermaysizlar, sal mevalarni qo'porib ketdik. Kanalizatsiyalarni o'qib qo'yganlar. Endi bu ham ko'rdigan bo'lsak, kuxonning ichini ham полностью tufli pol qildik. Bitta radiator ustiga qo'yganmiz. Suv sovuq suv kanalizatsiyalarni fonniy montajlarni qilib ishlamoqda qo'ydik. Betlarga ham definiy lenta qo'yib, tufli polga cho'tki qilib qo'ydik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oldingi ishlarimizdan bu tubdan farq qiladi. Agar deganda bitta takkir bilan qilingan tufli pol. Endi olamni kollektorimiz ko'ramiz. Kollektorimiz amaliyotga tushunilgan. Mana kollektorimiz radiatorlarga tarqagan kollektor, bu kollektorimiz tufli polga tarqagan kollektor. Mana ishimizga baho bergan markirovkalarga yopishtirib, mana ke sanuzel, spani, kuxniya, bitskiy, pol, gosnisi, stolovaya. Alohida shunga layk bosib ketmasanglar ko'rasizlarga. Ketdik endi shunga ketamiz.
Hammamiz Litskiy, bu yoq tomon Litskiy, bu yoq tomon koridor. Kollektorda yutgan bittagan kollektor o'qiganmiz. Что навык shkoplari ham o'zimiz yasab, полностью akkuratniy qilib ish egasiga topshirib ketyapman. Ko'rsanglar bitta ham markirovkalarni akkuratniy qilib yopishtirib, hammasi nima qattiqki bitta managa radiatorimizni tushirdik. Endiga brokoli paneli radiator. Mana shu radiatorimizni tegani ham o'zimiz jamoaning yigitlari displeyda amaklar qilib tegani poligonligini yasab, cho'tkasi o'rnatib berdik. Biz yog'imizni ko'rgan bo'lsak, yog'i displeyni bitta перегородка bo'ladi. Перегородкаdan keyin mana hozir ishlayotganimiz radiator. Uchoy radiator kelgan. Radiator ustidan chiqib, mana shu shlaklarni yopganmiz. Endi kimga shunaqa sifatli santexnika kerak bo'lsa, ichkamizda ko'rsatilgan telefonlarga bemalol telefon qilaversinlar. Kim santexnika yaxshi sifatli santexnika kerak bo'lsa, o'shalarga videoni tashlab qo'ysinlar. Hammaga rahmat.